Ko'cha juda ham sovuq. Kechasi soat 12. Propan zapravkani oldi. Ham Isuzuga propan qilib berganmiz. Metani bor. Qo'shimchasiga bitta propan qilib berganmiz mana yoniga. Metan balon olib tashlab 90 pali propan o'rnatib berdik. Xo'p. Motor ishlari davom etmoqda. Bu turbinasini biz olmaganmiz. O'zi eskidan turbinasi yo'q bo'lgan. Turbinasini o'zi egalari olib tashlagan bo'lgan ekan. Xo'p, Toshkent shahar mashinasi. Shunaqa xizmatlarimiz bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sovuqda o'chib turgandan ko'ra propanni qo'yib vaqtinchalik ishlab tursangiz bo'ladi. Metanlar bemalol bo'lgandan keyin olib tashlab uyga qo'yib qo'ysangiz zapas bo'lib turaveradi. Reduktorlar joyida turaveradi. Keyingi yil yana mabodoga balonni o'zini qo'yib bitta ko'charilib propanni ham harakatlansangiz bo'ladi. Propanlar bezochit mana bemalol. Ko'chada ham sovuq. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Profilda raqamlarimiz bor.